Yurtdoshlar, aziz hamyurtlarimiz, assalomu xoro ko'rsatuvi davom etadi. O'zi biz mana shu tongni chiroyli bir kayfiyat bilan o'tkazayotganimiz, sizga tinch, osuda kunlarda yuzlanayotganimizni o'zi baxt va har bir daqiqamiz shukronalarga arziydi. Hattoki mana butun dunyo hamjamiyatini nigohini o'ziga qaratgan jannatmakon O'zbekistonimizda bugun qanchadan qancha xotin-qizlarga ham yaqindan ko'mak berilyapti. Ularning bilim va iqtidorini yuzaga keltirish, jamiyatda, oilada nufuzini oshirish, oddiy bir tadbirkorlik orqali oilasini farovonlikka yetaklash natijasida ular bugun o'zlarining muhim o'rinlariga ega bo'lib bormoqda. Va navbatdagi qahramonimiz ham xuddi shunday jamiyatimizning faol insonlardan biri. Aynan Jondor tumanidagi Ushot mahalla fuqarolari yig'inida tadbirkorlik markazida Madina Sharopova kichkintoylar uchun salomatlik markazi tashkil etganlar va hozirgi kunda ko'plab oilalarning farzandlarini sog'lomlashtirish, ularni salomatligini tiklash borasida o'zlarining beminnat yordamlarini berib kelmoqdalar. Keling, muhtaram teletomoshabinlarimiz, navbatdagi lavhamiz qahramonining tadbirkorlik faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Jondor tumani Ushot mahalla fuqarolar yig'inida ushbu markaz tashkil etilgandan buyon yuzlab oilalar salomatligini mustahkamlash, onalar va bolalarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish borasida samarali faoliyat yuritmoqda. Markazda davo topayotgan kichkintoylar uchun qulay va zamonaviy sharoitlar yaratilgan. Malakali tibbiyot xodimlari tomonidan bolalarning salomatligi muntazam nazorat qilinib, zarur muolaja va tavsiyalar berib boriladi. Shu bilan birga yosh onalarning salomatligini tiklash, ularni turli kasalliklardan asrash va profilaktik tadbirlarni amalga oshirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Markaz rahbari, tajribali tibbiyot xodimi Madina Sharopova ushbu dargohda samarali mehnat qilib kelmoqda. Uning tashabbusi va sa'y-harakatlari bilan markazda aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar ko'lami kengayib, tibbiy muolajalar sifati yanada oshirilmoqda. Men Ushot mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilaman. Mutaxassisligim bo'yicha ish topa olmaganimdan keyin mahallaga kelib xotin-qizlar faoliga murojaat qildim va menga shu xonani massaj uchun ajratib berdilar. O'z ish faoliyatimni boshladim. Mahalladagi bolalarni, xotin-qizlarni massaj qilib, o'zimni ish faoliyatimni olib boryapman shu yerda. Asosan yosh chaqaloqlarda gipertonus tashxisi bo'yicha juda ham ko'p bolajonlar keladi. Yassi oyoqlilik bo'yicha ko'p bolalar murojaat qilib kelishyapti. Samarasi yaxshi bo'lyapti. 2 kurs, 3 kursda natijasini sezib, onajonlar minnatdor bo'lib ketishyapti. Kelgusida bundan ham kattaroq joylarni ochib, ko'pchilikka bundan ham ko'p insonlarga foyda keltirish uchun joyimizni bundan ham kattalashtirmoqchimiz. Bugungi kunda mazkur markaz mahalla aholisi uchun nafaqat tibbiy xizmat ko'rsatuvchi muassasa, balki sog'lom avlod tarbiyasiga hissa qo'shayotgan muhim maskan sifatida ham e'tirof etilmoqda. Darhaqiqat, inson salomatligi eng katta boylikdir. Ushot mahallasidagi ona va bola sog'lomlashtirish markazi ana shu boylikni asrash va mustahkamlash yo'lida samarali faoliyat yuritib, aholi e'tirofi va ishonchini qozonib kelmoqda.